Navoiy shahridagi yoshlar markazida mustaqilligimizning 31 yiliga bag'ishlab ijodiy ishlar bo'yicha o'tkazilgan eng ulug', eng aziz an'anaviy respublika ko'rik tanlovining viloyat bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Har yili Mustaqillik bayrami arafasida jurnalist va ijodkorlar orasida eng ulug', eng aziz ko'rik tanlovini o'tkazish an'anaga aylangan. Joriy yilda ham mamlakatimiz bo'ylab istiqlolimizning 31 yilligi arafasida Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida o'tkazilgan ko'rik tanlovda ijodkorlar munosib taqdirlanmoqda. Viloyatimizda ham mazkur tanlov katta ko'tarinkilikda tashkil etilib, bir guruh faol ijodkorlar mehnati alohida e'tirof etildi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, bu yil tanlovga 50 ga yaqin ijodkorlarning 100 dan ziyod ijodiy ishlari qabul qilindi. Tanlov hayoti xulosasiga ko'ra 6 ta yo'nalish bo'yicha 3 nafardan jami 18 nafar g'olib aniqlandi. Navoiy shahridagi yoshlar media markazida o'tkazilgan tantanali tadbirda bir guruh ustoz jurnalistlar so'zga chiqib, bugungi matbuot sohasidagi islohotlar xususida so'z yuritdi. Tanlov jarayonida bizni hakamlar hay'atiga, tashkiliy qo'mitaga 40 dan ortiq ijodkorlarimizni 100 ga yaqin ijodiy ishlar kelib tushdi. Buni o'sha tashkiliy qo'mita jarayonda o'rganib chiqib, 6 ta yo'nalishda o'sha ishlarni ko'rib chiqishdi. Ta'kidlashimiz kerakki, o'sha ishlarni ko'rish jarayonimizda ijodkorlarimizni ijodiy sermahsulga oshgan. Ular yangi g'oyalar bilan yangi mavzularni ko'tarib chiqishyapti. Bu o'sha matbuot sohasiga berilgan erkinlik, ochiqlik siyosatining bir amaliy ko'rinishi bo'lyapti. Yana bir narsani alohida aytmoqchimanki, bu yil ko'rik tanlovini yo'nalishlari safi bittaga ko'paydi. Ya'ni jurnalistlarning tomonidan tayyorlangan publitsistik asarlar yo'nalishi ham kiritildi. Oldin yozuvchi va shoirlarning asarlari yo'nalishi bor edi, lekin jurnalistlarning publitsistik asarlari yo'nalishi yo'q edi. Bu yangi yo'nalish bo'lib kirdi va bu yo'nalishda o'sha jurnalistlarimiz tomonidan yaratilgan publitsistik asarlar, kitoblar o'sha hakamlar hay'atiga, o'sha tashkiliy qo'mitaga taqdim etildi. Natijalarga ko'ra tanlovga joriy yilda kiritilgan yangi jurnalistlar tomonidan nashr etilgan publitsistik asarlar yo'nalishida birinchi darajali diplom Armonning bunchalar rangi ko'p kitobi uchun faxriy jurnalist Salima Umarovaga taqdim qilindi. Bu kitobimizda o'sha viloyatimizda uzoq yillar borinki mustaqillik, undan oldingi davrda ham ishlagan, o'sha yurtimizni, elimizni farovonligiga hissa qo'shgan, qalami bilan hamisha ona xalqiga xizmat qilgan ijodkorlar haqida yozilgan o'sha viloyatimiz qalamkashlarini ishtirokidagi bir kitob bo'lgan edi. Bu kitobni uzoq tarixi, kelajagi, umri uzoqligiga men umid qilaman ham, ishonaman ham, chunki bu yerda juda katta vatanga muhabbat, millatga muhabbat, mustaqillikka muhabbat, bugungi fayzyob hayotga muhabbat aks etgan. Bosma ommaviy axborot vositalari xodimlarining jurnalistik ishlari yo'nalishi bo'yicha esa Salomatlik gazetasi muharriri Ibrohim Jumayev birinchi o'ringa loyiq topilgan bo'lsa, televideniya va radio ijodkorlarining jurnalistik ishlari yo'nalishida O'zbekiston 24 telekanalining viloyat bo'yicha muxbiri Timur Baybekov birinchi darajali diplom bilan taqdirlandi. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelayotgan eng ulug', eng aziz ko'rik tanlovi bu biz jurnalist uchun mustaqillik bayrami oldidan bir qo'shaloq bayram desak bo'ladi. Chunki bugungi kun men uchun juda ham katta hayajonlar bilan bo'lyapti. Mana shu birinchi o'rinda olibman teleradio yo'nalishida va o'ylaymanki bu bitta mani sovg'am emas yoki mani ishimni rag'bati emas, bu umuman olganda mana shu shiddat bilan rivojlanib borayotgan televideniya sohasimi, radio sohasimi, o'sha yangi loyihalar, umuman olganda moddiy texnik bazasining yaxshilanishi, yangi uskunalarning xarid qilinishi, bularning barchasi o'sha bizga o'xshagan shu yosh ijodkorlarning iqtidorlarini namoyon etishga xizmat qilmoqda va kelajakda bundan-da mas'uliyatli bo'lib, bundan-da yaxshi reportajlarni tayyorlab, o'sha O'zbekistonimizga havola etaman. Internet jurnalistika yo'nalishi bo'yicha Uchquduq 24 internet nashrining muharriri, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi Laylo Karimova, tasviriy san'at, foto asarlari va dizayn ishlari yo'nalishida O'zbekiston Milliy axborot agentligining Navoiy viloyati bo'yicha foto muxbiri Siroj Aslonov, yozuvchi va shoirlarning badiiy asarlari yo'nalishi bo'yicha esa Shayx va Sarxush asari muallifi Yosh Nosir Ozod Mustafoyev eng yuqori o'rinlarga loyiq ko'rildi. Shuningdek, 2 va 3 o'rinlarni egallagan ijodkorlarga ham tashkiliy qo'mitaning diplom va qimmatbaho sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Qayd etish kerak, eng ulug', eng aziz tanlovining har yili mustaqillik bayrami arafasida o'tkazilishida ham katta ramziy ma'no mujassam. Zero, mamlakatimiz taraqqiyotida barcha sohalar qatori ijodkorlarning ham munosib o'rni bor. Har tomonlama qo'llab-quvvatlash ishlarining bardavomligi esa ijod ahlini yanada kuch-g'ayrat bilan qalam tebratishga undaydi.